Hozir. Oqim. Ha, Ulug'bek xullas tushmasdan chiqib olding. Tushmasdan demaydi, qichqirmasdan deyiladi. Ha, nima gap? Xullas aka, men kampirga totdim. Ha, pulni qancha olding? Zachilardan, yo'lkarlardan, ovqatdan orttirgan pullarimni oldim. Ha, menga nima lozim bor kampirni? Anaqa, oyim mabodo chiqmasa. Ay, men ular bilan ishlaganlashdim. O'zi daverida men chiqminglar, mabodo chiqmasalar, sizlar kiraman, bo'pti. Aralashtirma Ulug'bek. Under control, bite. Hamma under control tonight. Hala under control, more like. I am under control. Yana under control, bite. Oğlum sen o iyili çakra otur tez borarkansan. Seriyozmi? Ha? Hozirga o'ynab qo'y, keyin boraman. Vaqtim ko'p ketmasin. Voy kichkina, ozgina vaqting qolibdi, qo'shtirasanmi? Aka, parajnak yurmasangiz-chi, chap tarafda sher yig'ing mana, deb turing. Och o'zim o'ynayman, sirpam bo'tda. Mana. Aralashma dedi. Voy, aka, ketayotgan bo'lsangiz, kompyuteringizda o'ynab qo'ysam bo'ladimi? O'ynayver, bo'pti. Rahmat. Voy, Ulug'bek. Hozir. Oyantni qichim bilan kelyaptilar. Meqdirlar o'zi yaqinda keldim-ku. Tashqariga chiqib ko'rdingmi o'zi? Voy! Qorong'i bo'lib ketdi-yu. Voy, oyimmi? Ko'zingni siydigiroq qisma menga. Bilmaysan. Kechiring oyim. Kechirim so'rasa oldin o'ylash kerak edi. Ana, adenam keldilar. Ya, dasa bunizga tarbiya berasizmi yo'qmi? Men aytganimni qilmaydi, qachon qarasa, ko'chaga chiqib ketadi, jonim. Annangni sana turishinglar. Remen qani? Olib kelga. Gavur. Faqat mendan oldin. Senyora! Ha? Daqa ke? Bitta baqiraverasiz. Mana buni qara, basharasi sanga o'xshar ekan. Qanday o'shini ko'zim olib piskim bo'lyapti, menga qarang. Zato bu millioner. Millioner shunaqa tirinchi bo'ladi, mana skelet bo'lyapti. Bular ximikat yeydi-da. Menga qara, zo'r plan bor. Xullas shuni basharasidan foydalanib pul ishlaymiz, millioner bo'lamiz. Qanoq qilib. Ishqilib Diyorani o'zimikan? Va xolacha, qising o'zi. Eshitdinglar motivatsiyani. Assalomu alaykum. Boy bo'lish xohlaysanlarmi? Hamma xohlaysan. Hamma xohlaysan. Ayol kishiga o'xshab gapir. Здравствуйте. Деньги любишь? Любишь? Ruscha gapirma, o'zbekcha gapir. Agar boy bo'lishni xohlasanlaring, men Normalniy bildirib qo'yapsan. Motivator bo'l. pul bo'lishni xohlasanlaring, qancha yaxshi pul bilan gaplashish shuncha ko'p keladi. Bu pul chaqiradi-da, pul chaqiradi. Tushunyapsizlarmi buni gapini? Pulni silaylar har kuni. Pul keladi o'zi deyapti. Qasdaginglar bo'lsin. Yala olasizlar. Nima bo'lyapti bu yerda? O, senyora yanga. Bakalashkaning pulini qachon berasiz? TikTok? Bakalashkachidan qarzimisiz? Yo, boriqol, kimlandir bu Diyora u bu, motivator. Bori qol. Raspradaja, mana raspradaja bo'lib ketdi. Sochingni qashima, bitlaganmisan, ha. Yana klient keldi. Assalomu alaykum opajon, Diyora u butuqqa xush kelibsiz. Nima butuq? Diyora u butuq. Xo'p. Keling opajon, bizda kiyimlar eksklyuziv Italiyadan keltiriladi. Mana shu lookka qarang opajon. Oldin $3000 sotganmiz. Hozir raspradaja nima deydi? Raspradajada 1240 ming bo'lyapti. Mana bu nima degan? Bu chumchuq emblem. Emblem opajon. Qancha deding? $1240 ming. Hey, ikkalangni qo'shsa 1200 ga olmaydi. Ipodromda mana shu 150 ming turibdi. Inson bormi o'zi? Siz butuqni tushunmaysiz. Tanimadingizmi buni? Diyora u-ku. Diyora. Ajinan kim endi? Fu, raqtini tikib yur. O'yliguncha ichgan, tong atqincha ichgan bu sassiqlar. Qashima sochingni bitliqa. Diyora u sherami? Yur bitta xon chaqiryapti. Keling. Assalom. Diyora u 2 kundan beri qarayapman sher ekansiz muxlislardan.
Jitilama. Diyora u intervyularingizni ko'rdim. Bir bamani odam ekansiz. Yordam so'rab keldim. Davringlarda bir nimali bo'lib qolaylik endi. Ber yordam. Nima bu? Yordam. Bu sizlar shu televizorda qarqar ekansizlar-da. Hayotda jimotkisizlar. Ber bu yoqqa pulimni buningga borku, sizda sigaret bermaydi. Boriga qol, ol shukur qil. Sana 1000 so'm berasanmi? 1 ming bersang o'lasanmi? Sezdirib qo'ydik. Bitxon buning aytmay, tik-tak. Mana qara, o'z magazinga kirasan, Diyora umuman deysan, senga hamma narsani tekinga beradi. Bor, hamma narsa olib chiq. Davring keldi, Bitxon. O tanimayapsan, men Diyora umuman tanimadingmi? Liboy narsa olaman. Kim bo'lsang pulni ber. Hey. Tinchlik nima bo'lyapti? Diyora umanda tekinga narsalar olmoqchi bo'lyapti. U Diyora bo'lsa, men Cristiano Ronaldoman. O'zingni bas ya. Nima olding o'zi ko'rsatchi. Uzr paket olding. İşte. Basharanga o'xshabdi Diyoraga, lekin bu miyang o'xshamabdi qarang. 1 minut musulka haqida o'ylamasdan tur, qornimiz och, onasining desa. Yur bu yoqqa. Tez kunda boyib ketamiz, Bitxon. O mashinniklar. Pulni silasang pul ko'payapti dedilar. Qani ko'paygani yo'q-ku. Har tarafdan silash kerak. Har tarafdan siladingmi? Voy, silaganimdan cheshilib ketdi. Rangi ham o'chib ketdi. Men qarang, shantajlik qilmang. Normalniy mehr bilan silangda siz ham. Keling, opa. O ana mashinniklar. Ya tavba. Diyora uni o'zi. Sizlar nimaga meni nomimdan foydalanib odamlarni aldayapsizlar? Men sizlar bilan boshqacha gaplashamayin. Lyubovchasiga gaplashamiz. Noming ham bunaqa zo'rmas ekan. Tanigan ham bizdan pul so'rayapti berishni o'rniga. Sen bo'lish ham osonmas ekan. Ya osonmas bularga. Baba endi bakalashgan pulni olgin, gazo'rlik qildim-ku sizga. Sen ham shu kep-kep Diyora uga o'xshaysanmi? Jennifer Lopesga o'xshasang o'larmiding? Hammani ham mazza qilardim. Xalq ham mazza qilardi konsert bersang. Pul kiyimini almashtirib musulkada ishimiz bor. Hali bakalashgan pulni berish kerak. Qara boring. Ha, siz qara boring. Labbi. Ha, mashinani nima qilish kerak edi? Hop. Faqat qarang, ertaga olib ketaman. Muammosi-yu. Ishlarni yaxshilab yuvasiz, orqadagi narsa Yürek qo'msab seni sog'inib bexabarsan. eshitasizmi? Bo'ldi. Mana keldi. Xo'p. Rahmat. Yaxshi aytib Voy, chiroyli qiz ekan. Mashinangiz tayyor, mana. Rahmat. Kelib turing yana. Bexabarman, bexabar. Yürek qo'msab seni sog'inib bexabarsan, bexabar. Balki sen ham o'ylab yig'laysan. Bexabarman, bexabar. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Mashinamni tez yuvib bering, kutib turaman. Bo'ldi, xo'p. Ketdi. Bu men uchun mafhum. Qaylardaman qiziq. Kechiring, bitta narsa so'ramoqchi edim. Dars qilyotgandim. Ha, uzr. Nima aldavotsan? Dars qilyapman. Telefon o'ynab o'tiribsan-ku. Rostdan dars qilyapman. Mana Ibrat Akademiya ilovasidan ingliz tilini o'rganyapman. Ishim uchun rosa kerak bo'lardi. Ham qiziqarli, ham sun'iy intellektda o'rgansa bo'lar ekan. Undan tashqari narxi вообще zo'r. 3 oyga atigi 159 ming so'm. Ingliz tilidan tashqari nemis, rus, turk tillarini ham o'rgansa ham bo'ladi. Vau, zo'r ekan. Tutma oson dardim. O'rtoq, kimdir gul tashab ketibdi. Boyagi molkachi bola bo'lsa kerak. Kecha shokolad ham qo'yib ketdi. Orqaga qo'yib yuboraqa. Boya gapim chala qoldi. Sizga bitta iltimosim bor edi. Xo'p, eshitaman. Agar xo'p desiz, sizni kechqurun ujinga taklif qilmoqchi edim. Hamma o'zini o'rnini bilgani yaxshi. Teng-tengi bilan, tezlik qopi bilan. Bexabarman, bexabar. Chetga ol mashinani, gapim bor. Tinchlikmi? Ne unaqa deng bolaga? Nima qilishim kerak edi? Sen uchun shuncha harakat qilib-ku, nima qildi oddiy bola bo'lsa? Shu gol shokoladlarni qayerdandir pul topib bo'lsa ham olgan.
Hech bo'lmasa uchrashuvga chiqib ko'rishing kerak edi. Noto'g'ri ish qilding. To'g'ri aytasan. Ertaga borib gaplashaman. Hozir ustiga yozdirib qo'ydim. Yur kirib chiqinglar. Xo'p, chek qachon yondi? 2 kun bo'ldi. Kimdir katalizatorni yechib sotib olgan. Voy, Islom.